Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali videolarni ko'rib, ba'zi bir narsalarga e'tibor qaratdik. Ya'niki, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi do'stlarimiz bir-birlariga iliq gaplar, iliq so'zlarni gapirishyapti va undan tashqari bir qozoq qiziga savol beryapti. "San o'zbek tilida gapirmagin" deb uni tanqid qilishsa, "Nimaga men gapirmas ekanman? O'zbek tilini men yaxshi ko'raman" deb o'zbek tilini faxr bilan Qozog'iston fuqarosi, ya'ni o'zini tilida aytganda yaxshi ko'rishini izhorini qilyapti. Undan tashqari, o'zbekistonlik do'stlarimiz ham Qozog'istonga borib, judayam mehmondo'st xalqligi uchun tashakkur aytishyapti. Undan tashqari, qozog'istonlik do'stlarimiz O'zbekistonga kelib, O'zbekistonning mehmondo'stligidan qoyillar qolishyapti. Hozir biz birgalikda ba'zi bir videolarni ko'rib, tanishib, xulosani videodan so'ng qilamiz degan umiddaman. Алиса, Машхур Сикылма. Включай Машхур Мухаммад, песни Сикилма. Блин, айтпай qo'yingchi, desam qo'ymaydi qo'yishdi. Qozoq bovurlar, Qozog'iston, O'zbekiston hamisha olg'a. Qaranglar, menga Qozog'istondan qanaqa pодарки berishdi. Voy, batirlar, qozakskiy batirlar. Qaranglar, yarashdimi? Qozog'iston, O'zbekiston hamisha birga. Tug'anlar, bovurlar. Bittadan ko'raylik, qozoq o'zbek qanaqa birligini. Hammaga yaxshi kayfiyat. Qozog'istonlik tug'anlarga, batirlarga hammasiga rahmat. Olg'a. Hech qachon o'zbekcha söylemay jarayma deydi. Sen kimsan mаған o'zbekcha söylemay deb aytadin? Sen kimsiz mаған o'zbekcha söylemay deb aytadin? Men o'zim bilaman o'zbekcha söyleyimba. Men o'zbekcha söylegim keladi, so'sin söyleyman. До конца söyleyman o'zbekcha. Men ол үшін söylemayman ғой. Не, одан басқа өзбек жоқ па не? Сол ғана өзбек па не? Сол ғана өзбек па? Өзбекстанда? Қайнөке? Окам мана? Чай ішесіңmi, окам? Қанаqa чай ішесің? Қайнөкем? Қайнөкем? O'zbeklar kiyadiganda. Malades, gap yo'q. Qozog'istonni qayerdansiz? Chimkentda. Shimkentdan. Malades, Shimkentga borganman, zo'r joylar. Ko'rganman, ko'rgan bo'lgan. Nimada ko'rganman-da. Kelganingizni. Telefonda. Shimkent zo'r joylar. O'zbeklar ko'p Shimkentda. O'zbeklar rosa ko'p Chimkentda. Salom aytishyapti bizda O'zbekistonda opalarimiz sizga salom aytishyapti. Salomat bo'lsin, rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, mana emas gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunday atmosfera atlas ko'ylakda, ro'molda kamdan kam ko'ramiz odamlarni. To'g'risida efirda. Mana bu ancha yil bo'ldi ko'rmaganimga, mana birinchisi. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Shundayligimizni unutmaganingiz uchun sizga rahmat. Xo'p, rahmat sizga. Necha yoshdasiz? 33 ga to'laman, xudo xolos. Malades. TikTokka zerikkandan kirasizmi yoki qiziqasizmi? TikTokda har zamon shunaqa battle o'ynab turamiz. Malades. Podpiska qilib qo'ydim sizda. Sizni podpiska qilib qo'yganman, men davno sizni ko'rib turaman batllaringizni. Rahmat. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Jiyanlardan nechta? 3 ta qizim bor. Umri bilan berganmisan. Eng kattasi, eng kichkinasi necha yosh? Eng kattasi 10 yoshda, eng kichkinasi 5 ga to'ladi. Malades. Kattasi maktabga chiqadi. Ikkitasi maktabga, bittasi sadikka boradi. Gap yo'q. Umri uzoq bo'lsin jiyanlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Men aytganim. Rahmat aytganingiz kelsin. Bitta quloq javob turing. Rahmat layklarga, podpiskalarga. Layk bosinglar do'stlar. Spasibo большое, rahmat. To'g'risida Mana hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va qolgan Markaziy Osiyo davlatlari bir-biriga do'stligi va mehr-oqibatliligi, undan tashqari bir-birini doimo qo'llab-quvvatlashi, hatto yaxshi ko'rib o'zbek tilida so'zlashi, yaxshi ko'rib Qozog'iston tilida so'zlashi, albatta bu
quvonarli holat deb o'ylayman. Undan tashqari do'stligimiz kundan kunga yildan yilga kuchayib boryapti. Xudo xohlasa do'stligimiz bundan-da kuchayib, undan tashqari oqibatimiz bundan ham mustahkam bo'ladi degan umiddaman. Qozog'istonlik do'stlar, biz sizlarni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.